Birinchi shu platformaga kirganingizda mana chap tomon tepasida odamchani rasmi turibdi, kirish degan. Ashga bosamiz birinchi. Keyin telefon raqami bilan parol so'raydi. Tagga tushsanglar ro'yxatdan o'tish degan joyi bor. One ID ga kirmaymiz, ro'yxatdan o'tish bosamiz. Endi bu yerga nomer kiritishimiz kerak. Endi pastda MTT xodimlari degani bor, o'shani tanlashimiz kerak. Endi ro'yxatdan o'tish bosamiz. Birinchi marta o'tayotganlar uchun botga a'zo bo'lish turibdi. Botga a'zo bo'lishni bosamiz. Kiritilgan nomerda Telegram bo'lishi kerak. O'sha ochilgan Telegramga kiradi. Botga a'zo bo'lish. Bossak, o'zi mana platformaga kirgandan keyin bu tomonda обязательно anaqaga kirib ketadi botga. Mana bu botga endi start beramiz. Start berganingizda mana til tanlash chiqadi, o'zbekcha yoki ruscha. Bitta kanal beradi. Kanalga a'zo bo'lish kerak. View channel. Keyin qo'shilib olish kerak kanalga. Bo'lmasa anaqa bermaydi, kod bermaydi. Endi telefon raqamini yuborish turibdi. Uni bosib yuborib qo'yamiz. Keyin kodni olish. Mana kod beradi. 96 127. Uni mana degunga kiritamiz. Endi yuborish. Mana parol so'raydi. Parol o'rnatishimiz kerak. O'zi avtomatik parol beradi, sizlarga taklif qiladi. Bu ozgina qiyin, eslab qolish qiyin bo'lgan parol. Xohlasanglar bundoq qolsa ham bo'ladi yoki bo'lmasa o'zingizlar sozdать свой parol qilib olasizlar. Mana Zilola yanikini qo'yganim uchun men ismlarni bilan nomerlarni oxirini qilib qo'ydim parol. Parolni 2 marta kirgizishini kerak, tasdiqlash uchun bo'ladi. Keyin yuborish. Mana ro'yxatdan o'tdingiz deb chiqadi. OK bosamiz. Keyin danalaringlarni so'raydi. JSHR bilan pasport seriyasi. Ularni ham kiritib olish kerak. Danalarni kiritib bo'lgandan keyin yana yuborish qilamiz. Mana shaxsiy ma'lumotlar chiqadi hammasi. Hojiyeva Zilola Abdusattarova. Endi pastroqqa tushsak, lavozim turini tanlash degani bor. Unga kiramiz. Maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlarini tanlaymiz. Bundan keyin lavozimi bor. Lavozimiga hamma o'zining lavozimini tanlaydi. Misol uchun bular hozir defektolog. Defektolog tanlaymiz. Hop, viloyat, tumandan tanlanadi. Keyin bu yerda mana nechanchi ta'lim tashkiloti bor, o'shani tanlash kerak. Hammasini to'ldirib bo'lgandan keyin pastrog'ida bitirgan ta'lim muassasasi, fakulteti nechanchi yil bitirgan, hammasi yozilishi kerak. Mana danalarni kiritib olgandan keyin pastroqqa tushsanglar mana saqlash degan tugmasi turibdi, saqlab qo'yamiz. Mana kurslarda ishtirok etishingiz mumkin. Endi bularni kirib bo'ldilar. Bular kurs boshlash uchun mana chap tomon tepasida 3 ta chiziqcha turibdi. Asosiy degan. Ashga bosamiz. O'sha asosiyni bosganimizda bunaqa narsalar chiqadi mana chekkasida. Bundan biz maqsadli kurslarga kiramiz. Tanlash chiqadi. Virtual kasbiy rivojlanish kursni boshlash qilishimiz kerak. Boshlaganimizda mana chekkasida kitob rasmi turibdi. Bu sana kurs degan narsa bo'ladi. O'sha kursga bosamiz. Keyin mana chekkasida mavzular, unga atalgan amaliy mashg'ulotlar, keyin bitta slayd chiqadi taqdimot, undan keyin video dars,
Undan keyin test bo'ladi. Ishlashimiz kerak uni. 6 dona test bo'ladi. Bu faylni ko'rmasdan turib o'tkazib yuborsa ham bo'laveradi. Taqdimot beradi bu slayd. Undan keyin bitta video dars. Buni ham ko'rish shart emas, ko'rsang ham bo'laveradi. Test beradi 6 ta. Mana shu mavzu bo'yicha. Bu savollarning hammasi mana mavzularda yo'q. Qayerlardandir topib ishlanadi. Kinestetika bu. Xullas shu testlarni ishlab, 6 tasini hammasini keyin oxirida testni yakunlash bo'ladi.